bir masjidga imom bo'lib velosipedda ko'chalarni kesib o'tardim. Bir ko'chada bir aka aravachada nogiron, majruh bir aka o'tirardilar. Aravachani tagiga tosh yoki g'isht qo'yib qo'yishib, bir 3 yoshli qizchaga aravachani dastagini ushatib qo'yishib, aravachani ushab tur, agar ushamasang aravacha yurib ketsa dadingni mashina bosib yuboradi desa, hali qizcha qo'yvormasdan ushab turardi-da. 10-15 tacha o'g'il qiz bolachalar o'yin o'ynashsa qarab turardi-yu, lekin o'yinga borib qo'shilmasdi. Har safar o'tayotib aka bilan so'rashib, bir shirinlik qizchaga berib boshini silab o'tardim. Bir kun o'taysam aka vafot etibdilar-da. Vafot etibdi-yu, hali qizchani yupatadigan odamni o'zi yo'qda, shunaqa ham yig'layapti, ichidan chiqib yig'layapti. Ko'zidan shunday yosh oqib yig'layapti, katta odam yig'lagandaqa yig'layapti. 3 yoshar bolacha. Yaxshi amma xolalar, "Voy, dadam mehmonga ketyapti." Yig'lasang mehmondan kelmay qo'yadi. Dadam mehmonga ketyapti, tuzalgani ketyapti. Agar yig'lasang dadam tuzalmay keladi. Yig'lama qizim. Xo'p dedi-da. Yig'lamayapti, lekin ko'zi bo'ysunmayapti. Shunaqa yosh oqyapti. Kattalari yig'lasa ham u yig'lamayapti. Nimaga? Dadam kelmay qo'yadilar. Dadam kelmay qo'yadilar. Dadam tuzalmay keladilar, kelib qoladilar. Yig'lamasdan ko'zidan yosh oqizib turibdi-da, yuvilib, kafanlanib, janoza o'qigan olib chiqilsa ham, oldidan olib o'tsa ham yig'lamayapti-da. Namoz o'qilib, ko'chaga olib chiqib ketilsa ham, boshqalari, onasi, ayoli, opa-singillari yig'lasa ham hali qizcha yig'lamayapti-da. Chunki dadam kelmay qo'ymasinlar. Bir 3-4 kundan keyin patahalar tugab, yana o'sha ko'chadan o'taysam, hali qizcha har safar turadigan joyida turibdi-da. Xuddi birov keladigani uni kutib turgan odamga o'xshab, bu tarafga qarab turibdi-da. O'tayotib rahmim kelib tushib, hali bolacha qizchani boshini silab, "Ha qizim" desam, "Dadam o'lganlari yo'q-a" deyapti. Qarang, dadam o'lganlari yo'q-a? Nimaga buni deyapsiz desam, "O'rtoqlarim, dadang o'ldi, sen yetim bo'lding. Endi seni dadang yo'q deyishyapti. Agar dadam o'lgan bo'lsalar, uyda aravachani olib ketishardi. Aravacha turibdi, dadam keladilar deb kutib turibman-da" dedi. Bir yosh kattaroq xola chiqib, "Bu gapiga e'tibor bermang. Bu yoshlik qilyapti, tushuntira olmayapmiz. Aravacha ehtiyoj bo'lib birorta odam kelib qolsa beramiz desak, yo'q, dadam keladilar, dadamniki bu" deb ushattirmayapti ham. Ko'chaga qo'ni qo'shninikiga o'ynagani chiqib kelsa berib yuboraylik desak ham, qo'ni qo'shniniki ham chiqmasdan dadam keladilar deb kutib turibdi-da deydi. Endi sabr qilasizlar, endi yosh bola ekan-da deb zo'rg'a o'zimni bosib boshini silab yo'lga yurib yubordim-u, bir 3 yil deganda yana o'sha ko'chada hali qizchani ko'rib qoldimki, bolachalar bilan o'ynayapti-yu, 1-sinfga bor edi, xon bo'lib qolgan. Hali qizcha endi to'xtatdi-da, "Qortog'a, bir narsa so'rasam maylimi?" "Ha, so'rang." "Dadamni o'lganlarini bildim" dedi. "Ayam bilan" dedi, "qabristonga borib, ayam aytayaptilar, dadangni qabri shu deyaptilar. Dadamga salom beryapmiz, dadamga ovoz qilyapmiz-u, dadamni ovozini eshitmayapmiz. Dadamni o'zini ko'rmayapmiz-da. Qani dadam bo'lganda edi, o'rtog'imni dadasi ko'tardi, siz ham meni ko'taring demasidim. O'rtog'imni dadasi o'yinchoq olib berdi, siz ham menga o'yinchoq olib bering demasidim. Dada, o'rtog'imni dadasi qand beribdi, dada siz ham menga qand olib bering deb dadamga yig'lab injiqlik qilmasidim. Bildim dadam o'lganlarini" dedi. "Gapiring, chunki gapiryapti-da, tanamda chumali yurganga o'xshab jivir qilyapti. Nima so'rayman dedingiz" desam, bir nimadan to'xtadi-da, "Inson vafot etsa qabrga qo'yish qayerdan chiqqan" dedi. "Nimaga bunaqa deyapsiz" desam, "Agar inson vafot etsa qabrga qo'yish bo'lmaganda biz dadamni uyning ichiga olib kirib qo'yar edik. Sog'inganimda kirib yuzlaridan o'pib chiqardim. O'rtoqlarim dadang o'lgan desa, mana dadam deb uyga olib kirib dadamni ko'rsatib chiqardim" dedi. Endi qana qilib tushuntirasizda, ko'zimdan yosh kelib, bo'pti deb yo'lga yurib bordim-da.